Birlamchi jinsiy hujayralar spermatogoniy avagoniy deb yuritilyapti. Ular esa diploid to'plamli. N ya'ni diploid to'plamli. Bilamizki, hayvonlarda dastlab mitoz, keyin esa meyoz amalga oshadi. Bu bosqich ko'payish bosqichi deb yuritiladi. Demak, dastlab mitoz bo'linyapti. Mana bu bosqichni biz ko'payish bosqichi deb yuritdik. Sababi ularning soni bittadan 8 taga o'tyapti. Masalan, bitta hujayradan 8 taga o'tyapti, chunki 3 ta mitoz ketma-ket amalga oshiryapti. Xo'p, bu jarayonda hosil bo'lgan hujayralarni esa spermatotsit deb ataymiz. Birinchi tartib spermatotsit va birinchi tartib ovotsitlar. Endi bu hujayralar interfazaga kirishadi. Yiriklashadi. To'plam o'zgarmasdan qoldi. To'plam o'zgargan yo'q. Interfaza amalga oshirdimi? Demak, mana bu yerda boshqa marka bilan yozib qo'yamiz. Amalga oshdi mitoz. Mana bu yerda amalga oshdi interfaza. Ya'ni meyozning interfazasi. Xo'p, undan keyin amalga oshadi meyozning o'zi. Birinchi meyoz, ikkinchi meyoz. Birinchi va ikkinchi meyozlarning amalga oshadigan qismi mana bu ko'payish. To'g'ri yozib qo'yamiz. Ko'payish bosqichi birinchi bosqich bo'ldi. Interfaza amalga oshgan bu o'sish bo'ldi. Mana bu esa yetilish bosqichi hisoblanadi. Bu yerda meyoz amalga oshyapti. Meyoz 1 va meyoz 2 amalga oshyapti. Meyoz 1ni amalga oshirib bo'lgan, hujayraga nisbatan ikkinchi tartib spermatotsit deymiz. Birinchi tartib spermatotsit mana bu interfaza bosqichidagi
Ya'ni mitoz bo'linishdan keyin hosil bo'lganlar edi. Birinchi tartib spermatotsit. Mana bu yerdagi ham birinchi tartib spermatotsit bo'laveradi. Hech qanday farqi yo'q chunki. Bu endi ikkinchi tartib spermatotsit deyilyapti. Xo'p, mana bu yerda birinchi tartib ovotsit, bu avotida. Bu esa spermatida. Mana ularning nomlari bilan tanishib oldik. Yetilish bosqichida bular gaploid to'plamga o'tib oldi. Mana bu spermatida bilan avotida bular gaploid to'plamli mutlaqo. Mitoz jarayonidagi birinchi spermatogoniyalarni 2N 4S shaklda yozib ketsak bo'ladi. 2N 2S shaklda. Hech qanday aniq yo'q-ku. Xo'p, 2N 2S. Mana ular dastlabki holati. Keyinchalik mana bu yerda ular 2N 2S shaklda tugayapti, lekin bu yerda 2N 4S holatida turibdi. To'g'rimi? Ikkinchi to'res holatida. Bu ham ikkinchi to'res holatida. Interfazada demak ikkinchi to'res. Meyoz 1dan keyin tabiiyki bu narsa N 2S ga aylanib qoladi. Oxirida esa N S ga aylanib qoladi. Mabodo sizga xromosoma qismidan ham savol tushib qolishi mumkin chunki to'plamini birinchi tartib spermatotsit, ikkinchi tartib spermatotsidning to'plamlarini so'rab qolish mumkin. Keling mana buni to'g'rilab qo'yamiz strelkasini. Pastdagiga tushirib qo'ysak, shunda haqiqiyga yaqin bo'ladi. Mana bu birinchi tartib spermatotsit va unda to'plam 2N 4S. Davom etamiz. Hali oxirgi bosqichimiz bor. Bizda demak shakllanish bosqichida mana bu spermatozoid, spermatidalarni spermatozoidga aylanishi. Ya'ni ularda bosh, bo'yin, dum kabi a'zolarni, nima tuzilmalarini paydo bo'lishi hisoblanadi bu bosqich. Tuxum hujayra esa yiriklashib qo'shimcha qobiq shakllantiradigan bosqich hisoblanadi bu bosqich. To'plam o'zgarmaydi, NS shaklda turadi, faqatgina ularning ko'rinishi, shakli o'zgaryapti xolos. Bekorga bunday nomlangani yo'q. Oson yodlab qolishingiz uchun mana bu bosqichlarni mana shu ketmaydi qo'ydingiz, mana ko'yish. Abituriyentligimda ham shuni yodlaganman, abituriyentlarimga ham shunday yodlataman. Chunki bosqichlar sizni chalkashtirishi mumkin. Ayniqsa mana yetilish bilan shakllanish chalkashtirib qo'yadi juda ko'pchilik abituriyentni. Shuning uchun shu shaklda yodlab olingki, sizda muammo bo'lmasin. Va ulardagi jarayonlarni eslab qolishingiz ham kerak. Ulardagi jarayonlarni ketma-ketlikda
mitoz deysiz, ko'payishda. Interfaza meyoz 1 ikkisi va oxirida hech qanday bo'linish yo'q.